Nimagadir shu diskani ko'radigan bo'lsam, o'sha paytda 50 Cent esimga tushib qoladi. 50 Cent tanimaydigan odam bo'lmasa kerak, to'g'rimi oramizda? Tak, ishxonamizda biroz noodatiy Nexia olib qo'yganmiz. Bu Nexia'da diska boshqacha, eshiklar tepaga ochiladi, ko'rishingiz mumkin va mashinaning rangi o'zini radnoy rangiga. Biz bu mashinaga 4 ta yon eshik do'raglas va old oyna, qora oynani antennali variantini qo'yib berganmiz. Hozir ko'rsatib beramiz sizlarga. Qora oyna nomiga monand qora bo'ladi va uni maza qiladigan joyi standartga to'liq javob beradi va hech qanaqa jarimaga asos bo'lmaydi. Biz bu Nexia'ga qora oynani antennali variantini qo'yib berganmiz va bu avtogilazda 100% haqiqiy mahsulot hisoblanadi va mijozimizdan talablaridan kelib chiqqan holatda uzun kaziroli versiya qo'yilgan. Bunaqa oynadan sotuvda xudo xolasa bemalol bor, ko'rishingiz mumkin. Sizlarni ham Nexia'larga xuddi shunaqa antennali qora oyna qo'yib beramiz. Faqat Nexia'ga emas, ko'rishingiz mumkin. Tracker, Spark, shu o'zimizning mashinalar, markalarga ham muammo yo'q. Yana bitta savol tug'ilishi mumkin. O'zi oddiy oyna bilan qora oyna bir-biridan qanaqa farqlanadi degan, hozir shuni ham ko'rsatib berishga harakat qilib o'tamiz. Demak, ko'rishingiz mumkin, Onyx turibdi, Spark turibdi. Bu Onyx ga oddiy oyna turibdi, Spark ga bo'lsa qora oyna qo'yilgan va ikkalovining farqi yaqqol sezilib turibdi. Agar sizlarga ham stokka oyna kerak bo'ladimi, qora oyna kerak bo'ladimi, bemalol avtogilazga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ishlarni cho'tki qilib bitirib beramiz va eslatib o'taman, avto oyna bu avtogilaz.